Uchko'prik tumani Katta Kenagaz qishlog'idan bo'lgan Qizlarxon Mirzaboyeva payvandlash ishlarini amalga oshirmoqda. Bu ish asosiy faoliyatining bir qismi xolos. Hozir u belanchaklarning asos qismini tayyorlamoqda. Belanchak yasash esa uning ham hobbisi, ham daromad manbaidir. Otasidan baliq to'rlarini to'qishni o'rgangan lavhamiz qahramoni keyinchalik shu faoliyatga yaqin bo'lgan belanchak to'rlarini to'qishni o'rgandi. Uzoq yillik farzand kutish umidi Qizlarxon opani shu hunarga boshladi. Belanchak chiqarishimning sababi 21 yilda farzandli bo'lganman. Qilgan ishlarim xonadonlarga baxt olib kirsa, hozir bitta belanchagim 3 ta farzandini katta qilib beradi-da. 2 qavatli strapadan qilinadi, baquvvat, pishiq, o'zimni farzandimga qilgandek mehr bilan tayyorlayman. Belanchakda 10 xildan ortig'ini ishlab chiqaraman. Bozorga ham o'sha Qo'qon bozoriga, Farg'ona viloyati bo'yicha tarqatiladi bu mahsulotlarim. Avvaliga u belanchak yasashning barcha bosqichlarini, ya'ni ipdan arqon to'qish, arqondan esa to'r to'qish, payvandlash orqali belanchakning asoslarini tayyorlash, bezak berishni o'zlashtirib oldi. Bugun esa Kenagaz ayollarini ortidan ergashtirgan. 61 ta ishsiz ayollar ish bilan ta'minlandi 2023-yilda. Qizlarxonda ham mana shu ayollarni ish bilan ta'minlashda hissasi bor. Bulardan 14 tasini ish bilan ta'minlab, 8 tasini kasb hunarga o'qitib berdi. Qizlarxon Mirzaboyeva o'z xonadonida ustoz shogird maktabini tashkil etgan. Faoliyatini kengaytirish uchun mahalla fuqarolar yig'ini hamda tuman aholi bandlikka ko'maklashish markazi yordami bilan imtiyozli kredit va subsidiya ajratildi. Evaziga arqon to'qish dastgohi va zarur xom ashyolar xarid qilindi. Avvallari 100 metr arqon 14 ming so'mdan bozordan sotib olingan bo'lsa, endilikda shuncha xom ashyoni dastgohda to'qish 5-6 ming so'mga tushayotganligi qahramonimizga ancha moddiy yordam bo'lmoqda. Shuningdek, so'g'in gullar yasashni ham yo'lga qo'ygan. Faoliyatimni yanada kengaytirish, yanada ko'proq ayollarni hunarli qilishda joy muammo bo'lib turibdi, deydi lavhamiz qahramoni. Hali ichim to'la edi-ya. Bu ishlar bilan to'xtab qolish niyatim yo'q. Joy masalasi muammo. Maktabim ham uyimda, ishlab chiqarishim ham uyimda. Joy bo'lsa agar, iloji bo'lsa, bundan-da buyuk ishlarni qilish niyatim bor. Qizlarxon opani ko'chada velosipedda ko'rganlar mahalladoshlardan buyurtma asosida to'qilgan to'rlarni yig'ishtirib kelishga chiqqanini darrov payqashadi. Ajab emas, qahramonimizning orzulari amalga oshib, hademay shogirdlar va kasanachilar yanada ko'payganidan buyurtmalarni o'zining shaxsiy avtomashinasida tashiy boshlasa. Islom Mishonov, Iqbol Yusupov, Farg'onadan.